Korobka dokumentlar bilan bo'lgan telefonlaringizdan ham bormi deb so'ragan mijozlarimiz uchun mana maxsus video. Ko'rib turganingizdek, Redmi'larni, Honor'larni, Infinix'larning barchasining korobka dokumentlari bor. Sizlarni bir chekkadan tanishtirib o'taman. Redmi 12C deb nomlangan modelimiz narxi $50 ga chiqadi. Xotirasi 64 GB bo'ladi. Korobka dokument zaryadnilargacha bor. Honor X8A deb nomlangan modelidan 6 talik korobka dokument zaryadnilari imekalar ro'yxatdan o'tgan holatdagisi. Narxi $90 ga chiqadi. Hop, Redmi Note 11 deb nomlangan modelimizni 6 taligi, bu ham $90 ga chiqadi. Redmi Note 12 ni 6 talik varianti korobka dokument zaryadnilari ham bor. Ikkita sim kartali ro'yxatdan o'tkazilgan, narxi $105 ga chiqadi. Honor X9B 5G sini 8 ga 256 GB ligi narxi $185 ga chiqadi. Ikkita sim karta bo'ladi, imekasi ro'yxatdan o'tgan bo'ladi. Hop, Infinix'dan 40 Pro degan modelimiz ham korobka dokument zaryadnilar bilan birgalikda mana telefonimiz o'zini ko'rishingiz mumkin. Holati ham ideal holatda saqlangan. Narxi $185 ga chiqadi. Ushbu apparatlarimiz kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bizga Telegram orqali aloqaga chiqsanglar bo'ladi yoki nomerimizga telefon qilib qo'shimcha ma'lumot olsanglar bo'ladi. Manzilimiz Namangan shahar, Texnopark 84-do'kon. Sizlarni do'konimizda kutib qolamiz.